Assalomu alaykum. Mana men bugun Zangiota tumani Havo Center markazidan Sinatruk rusumdagi samoson mashinasini oldim. O'zim ko'p yildan beri haydovchiman. Mana shu O'zbekiston va Xitoy qo'shma korxonasida, zavodda bu haligi nima joylashgan. Shunda haydovchi ishlayman. Shularga mana mashina olishdi, yaxshi. Mana kelganimizga bukvalniga shu yarim soatdan bo'lgani yo'q. Chetdagi nimalar hech qancha vaqt cho'zmasdan qog'ozimizni ma'lum bir vaqt ichida, juda qisqa vaqt ichida to'g'rilab mana hozir o'sha mashinani haydab chiqdim. Chetdagi ishlaydigan nimalarga, hamyurtlarimizga va ish boshqaruvchilarga ham, ishlovchilarga ham, mana bu yerda turgan oldimizda yigitlarga ham hammasiga kattagan rahmat deyman. Ularga omad, ishiga omad deyman.